oson bo'lmadi akalar. Qancha asab, qancha vaqt. Lekin xudo xolasa zavodda chiqarishga harakat qildik. Cherry Tiggo 7 Pro BYD Usonovga berganmiz. Azun firmasidan. Juda chiroyli chiqdi. Balansirovkalari, fara korreksiyalari hammasi ishlaydigan bo'ldi. Hozir soat tungi 3:30 hozir tugatdik. Juda ko'p vaqt bo'ldi. Xudo xolasa hozir birgalikda yoritishini ko'ramiz. Akala bu linzamiz 500 metrgacha yoritib beradi. Hech kimni ko'ziga tushmaydi. Mana bu dальний holati. Juda chiroyli yoritib beryapti. Tumanli havoda, yomg'irli havoda nasib bo'lsa chiroyli xizmat qilib beradigan linza hisoblanadi.